Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin İdiqut. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Şərqi Türkistanda yil 5-i içilgan yığında barlıq irqi qırğınçılıq siyasətləri qayta təkidləndi. Xitay Kompartiyasının atalmış Uyğur Abdunum rayonluq 10-ci növbətlik komiteti 13-cü ümumi yığını 5 yanvar Ürümçidə içilgan bo'lib, yığında aldınqı bir yildagi irqi qırğınçılıq siyasətinin to'liq əməliləşkənligi müəyyənləşdirilgan və irqi qırğınçılıq siyasətinin barlıq türləri qayta təkidləngan. Şərqi Türkistandagi Xitay təşviqat orqani Tağırtaq to'rining aloqador xabarida qayd qilinishicha, mazkur yig'inda Şərqi Türkistandagi Xitay rejimining 2024-yillik xizmatlari xulosalangan va 2025-yillik vazifalari o'rinlashtirilgan. Xulosada Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining to'liq ijro qilinganligi muayyanlashtirilgan bo'lib, 2024-yilda atalmış Uyghur Abdunum rayonluq partiya komitetining Şərqi Türkistonni kontrol qilish tadbirlarini to'liq umumyuzlik izchillashtirganligi, jamiyat muqimligi saqlanganligi da'vo qilinib, keng ko'lamlik bostirish jinoyati muayyanlashtirilgan bo'lsa, atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish va millat din xizmatining yaxshi ishlanganligi da'vo qilish orqali assimilyatsiya va diniy bostirish jinoyatlarini muayyanlashtirgan. Xulosada yana Sharqiy Turkistonga aloqador tashqi kurashning kuchli, unumli bo'lganligi da'vo qilinish orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirish uchun ijro qilgan zo'r ko'lamli soxta tashviqot harakati muayyanlashtirilgan. Shundaqla oldingi bir yilda Xitoyning energiya, ochqishliq qazilma boyliq va ochliq paxta bexatarligiga kafolatlik qilish iqtidorining ko'rinarli o'sganligini da'vo qilish orqali Sharqiy Turkistondagi turlik boyliqlarni talon-taroj qilish, majburiy emgakka silish jinoyatlarini taqdirlagan. Yig'inda o'tirg'a qo'yilgan Xitoyning 2025-yildagi planlarida Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning uzluksiz davomlashadiganligiga ishorat qilingan bo'lib, jumladan yangi bir yilda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini asosiy liniya qilish, atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni doimlashtirish, Xitoy rejimining atalmış Şinjan xizmatida eg'ib ketmaslik, dinni xitoylashtirishda ching turish, chegara ichi sirtidagi ommaviy fikr yo'linishiga yetakchilik qilishni kuchaytirish, Sharqiy Turkistonga aloqador tashqi kurash iqtidorini o'stirish qatorliq terror iboralari alohida ta'kidlangan. Yig'inda yana bu yil atalmış Uyghur Abdunum rayonluq qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatini yaxshi o'tkazish, buningga yaxshi tayyorlik qilish kerakligi ta'kidlangan. Gerçi Xitoy irqiy qirg'inchilikni inkor qilayotgan va butun dunyoga Sharqiy Turkistondagi vaziyatning normallashganligidek soxta vaziyatni ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa-mu, turlik yig'inlar va bayonotlardagi iboralar irqiy qirg'inchilikning davomli qattiq ijro qilinadiganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy Sharqiy Turkistondagi eng uzun tunnelni taraqqiyot o'tiqi sifatida tashviq qilmoqda. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharqiy Turkistonni xitoylashtirish planini hassilab kuchaytgan bo'lib, bu razil planiga mos holda Sharqiy Turkistondagi turli qurilish turlarini alohida ko'paytgan. Buning jumlasidan Sharqiy Turkistonning shimolini janubiga tutashtiradigan Tağırtaqni teshib o'tgan va dunyo bo'yicha eng uzun yuqori suratli yo'l tonneli deb qaralgan Tağırtaq G'alabiyat tonneli yuqori suratli tosh yo'l tonnelida oldingi hafta qatnash boshlangan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining xabar qilishicha, Tağırtaq G'alabiyat tonneli butun liniya bo'yicha tutashtirilgan bo'lib, bu tonnel Ürümçi Lupnur yuqori suratli tosh yo'lining bo'g'iz qurilishi ekan. 2020-yil 4-oyda boshlangan bu qurilishni bitirishga 5 yilga yaqin vaqt ketgan bo'lib, bu jarayonda tonnelni qizish uchun 3000 dan ortiq ishchi ishlagan. Xabarda bildirilishicha, Tağırtaq G'alabiyat tonnelining uzunligi 22,13 kilometr bo'lib, tonnelda qatnash boshlangandan keyin Sharqiy Turkistonning janubiy bilan shimolini ayirib turadigan Tağırtaq cho'qqalarini kesib o'tishga faqat 20 necha minut vaqt ketadi ekan. Aslida buningga 3 soat vaqt ketadigan bo'lib, aslidagidan 2,5 soat vaqt qisqargan. Gerçi Xitoy ishg'oliyat boshlangandan tortib oqqullarini Sharqiy Turkistonga ko'chib kelishga rag'batlantirgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy oqqullari Sharqiy Turkistonning quruqliq, havo qatnashi va boshqa turlik sabablar tufaylidan Xitoy rejimining kutgan yeridan chiqmagan. Xitoy yaqinqi yillarda Sharqiy Turkistonga Xitoy oqqullarini yerlashishga qiziqtirish uchun
turli tashviqotlarini kuchaytirish bilan birga Sharqiy Turkistondagi yuqori suratli tosh yo'llarini, aerodromlarning sonini davomli ko'paytmoqda. Navbatda Sharqiy Turkistonda 27 puhraviy transport aerodromi bor bo'lib, buning ichida A1 turidagi hammabop aerodromdan ikkisi bor ekan. Xitoyning planiga asosan atalmish 14-5 yillik planning oxirigacha Sharqiy Turkistondagi transport aerodromining sonini 37 ga, A1 turidagi hammabop aerodromining sonini 19 dan ko'proqqa yetkazadi ekan. Xitoy ishg'oliyatini mustahkamlash uchun o'ttirg'a chiqargan bu qurilish turlarini Sharqiy Turkistonni taraqqiy qildirish, xalq turmushini yaxshilash deb pardozlab kelmoqda. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida millionlagan Sharqiy Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, yoshlarni Xitoy o'lkalari va boshqa rayonlarga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini azaytib, o'rniga Xitoy oqqullarini yerlashtirish qadamini tezlatmoqda va bu planning tig'imi yaxshi amaliylashishi uchun Xitoy o'lkalaridan Sharqiy Turkistonning har qaysi joylariga bevosita havo qatnashini kengaytmoqda va shundoqla temir yo'l va tosh yo'llarni Xitoyga bevosita tutashtirib, oqqullarni ko'chirish va Sharqiy Turkistonning boyligini bulang-talang qilish salmoqini bargan siri oshirmoqda. Berma mustaqillik kunida 6000 mahbus kechirim qilindi. Berma harbiy hukumati Bermaning mustaqillik kunida taxminan 6000 mahbusni kechirim qilish bilan birga Tor dunyosidagi fikrlarni kontrol qilish salmoqini oshirgan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Berma harbiy hukumati 4-yanvar mustaqillik kunini xotirlash munosabati bilan har yillik kechirim odatiga asosan 6000 mahbusni qo'yib beradiganligini aytgan. Berma armiyasi 2021-yili 2-oyda siyosiy o'zgarish qo'zg'agandan buyon minglagan namoyishchilar va faoliyatchilarni qo'lga olgan bo'lib, davlat shuningdan keyin qalamaqonchilikqa petib qolgan. Bu jarayonda Xitoy izchil holda Berma harbiy hukumatini qurol-yarog' va boshqa yordam bilan ta'minlab kelgan. Harbiy hukumat turmasiga qamalganlar ichida sobiq rahbar Aung San Suu Kyi qatorliqlar bor ekan. Bildirilishicha, 4-yanvar Bermaning Angliyaning hukmronligidan mustaqil bo'lganligining 77 yil xotira kuni ekan. Harbiy hukumatning bayonotiga asoslanganda, bu qitim qo'yib berilgan mahbuslarning soni 5864 bo'lib, buning ichida 1800 chet ellik bor ekan. Ularning davlat tavalligi va ayblashlari haqidagi tafsilotlar texi e'lon qilinmagan bo'lib, harbiy hukumat bu kechirimning insonparvarlik va hisdoshlikni asos qilganligini aytgan. Qo'yib berish shartida agar qo'yib berilgan mahbuslar qonunga yana xiloflik qilsa, yangi jazodan boshqa asldagi jazo muddatining qolgan qismini cho'qim ado qilishi kerakligi haqida ogohlantirilgan. Odatda Bermada bayramlarni xotirlash uchun minglagan mahbuslar qarorli kechirim qilindi ekan. O'tgan yili harbiy hukumat mustaqillik kunini xotirlash uchun 9000 dan ortiq mahbusning qo'yib berilganligini e'lon qilgan. Afg'oniston yer osti boyligi asosida taraqqiy qilishga tirishmoqda. Taliban hukumati hokimiyat beshiga chiqqandan keyin yer osti boyligiga bo'libmi go'har va qosh tishi qizishga qaratgan. New York vaqt gazetining 6-yanvar xabar qilishicha, Afg'onistonning Panjshir o'lkasida haftalik go'har kimortoq savdosi qilingan bo'lib, davlatning mo'l kon boyligini qizish tirishchanligining bir qismi sifatida yangidan qizvilingan qosh tishini qayta namoyon qilgan. Taliban hukumati 2021-yili 8-oyda hokimiyat beshiga chiqqandan buyon kasatlashgan iqtisodni gullantirish uchun mablag' solg'uvchilar bilan ko'p qitim go'har va har xil qizilma boyliqlarni qizish kelishimi imzolagan. Buning ichida Xitoy yo'lga qo'ygan atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusiga asosan mablag' silish oldingi o'ringa o'tgan. Rossiya va Ironlik mablag' solg'uvchilarmo kon ichish ijozatnomasiga erishib, Amerikaning Afg'onistondan chekingandan keyingi bo'shliqni asosiy jihatdan to'ldirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.